Silay rahimni Alloh taolo yaratganda juda bir ingichka bir ipday narsa bo'lgan ekanda. Ingichkagina. Shunda haligi silay rahim Allohga aytgan ekan, Rabbim, meni juda bir ingichka qilib yaratding. Odamlarni qo'liga bersang meni uzadi-ku bular dedi. Shunda Alloh taolo aytdiki, ey silay rahim, qarang. Kim seni uzsa, men u bilan uzilaman. Kim seni ulasa, men u bilan ulanaman. Ey Alloh deb qo'lni duoga ko'targanimizda, agar silay rahimni uzib qo'ygan bo'lsak, bu bormaydi. Namozlar bormaydi. Ro'zalar bormaydi. Shu turib turadi osmonda. Biz qilaveramiz ularni, u turib turadi osmonda. Bormaydi. Toki shu narsa ulanadi, keyin bu narsalar ko'tarilib boradi. Bir inson dunyodan o'tsa, ruhini ko'tarib farishtalar birinchi qavat osmonga, undan o'tib 2, 3, 7-qavat osmongacha borishar ekanda, boradigan bo'lsa agar. Birinchi qavat osmonga kelganda eng birinchi so'raladigan narsa iymondan keyin silay rahimni uzganmi, ulaganmi deb so'raladi. Birinchi qavat osmonda uni ruhi hali. Birinchi so'raladigan narsalar ekanda bu narsa. Chunki Alloh taolo u bilan bog'langanmi Xudo yo uzilganmi shuni bilish uchun-da. Agar bog'langan bo'lsa, keyin qolgan amallar haqida gaplashsa bo'ladi. Ya'ni xuddi shunday mana telefon qilasiz, agar telefonda nargi tomondagi odamni ovozi eshitilsa, keyin biz nima qilamiz? Unga qarab falonday deb gapiramiz. Agar ulanmagan bo'lsa-chi, telefonimiz har qancha qimmat bo'lmaydimi? Uni ichiga million puli bo'lmaydimi? Million megabayti bo'lmaydimi? Bog'lanmagandan keyin bir foydali narsami bu? Hech narsaga o'tmaydigan bir oddiy matoh bo'lib qoladi. Xuddi shunday bizning amallarimiz ham. Alloh bilan agar bog'lanmaydigan bo'lsa, qilinayotgan amallar hammasi befoyda. Keyin ulanmasdan boshqa choramiz ham yo'q. Imkon bo'lsa edi boshqa bir variantlar, masalan, mana hajga bora olmagan odam agar kasal bo'lib hali yotib qolsa, iloji yo'q, hajga bora olmayotgan, bitta hajga borgan hoji buvoni chaqiradi-da, o'sha odam hajga jo'natadi. Haligi hoji buva borib ihromni bog'layotganda falonchi o'g'li pismadonchining nomidan deb ihromini bog'lab haj qilib keladi. O'sha haj bunga o'tib qoladi. Qarang, ikkinchi yo'li bordi. Zakotni bermay turuvdi, o'rniga do'sti bo'ldi, "Sen uchun ham men zakotni berib yuboraman" dedi-da, berib yubordi. U yo'li bor ekan. Ushurni bo'ldi, "Sen berib o'tir, men o'zimdan berib yuboraman, ushur, seni nomingdan" dedi. Ushurni berib yubordi. Bo'lar ekan mana ikkinchi yo'lida bu. Qarz edingiz kimdandir, siz uchun kimdir qarzini to'lab yubordi. Bo'lar ekan, qarang bu narsa. Bo'ldi, sizdan soqit bo'lib ketaveradi o'sha narsa. Ammo silay rahimni shaxsan o'zingiz borib ulamasangiz bo'lmas ekan. Men borib siz uchun akangizdan kechirim so'rasam o'tmas ekanda. Shu men qavmimda bir 2 ta yoki 3 ta shunaqangi odam bor ekan, ro'yxatini olib o'zim bitta borib kechirim so'raydigan bo'lsam, o'tmas ekan u narsa. Aynan shaxsan o'sha akani yo ukani o'zi borish kerak. Shunchalik bu muhim masala ekanligini birodarlar yodimizdan chiqarmasligimiz